Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab Xudo xolasa shu kitobning to'liq video yechimini qilishga harakat qilamiz. Dastavval mavzulari, keyinchalik to'lig'icha mock testlarni ham video yechim qilishga harakat qilamiz. Takrorlash uchun testlar, birinchi mavzu sonlar va amallar. Birinchi misoliga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, xo'p, birinchi mavzu a taqsim 2 teng b taqsim 3 teng c. Tenglik qanoatlantiruvchi natural sonlar uchun a plyusdan b plyusdan c ning eng kichik qiymatini toping. Xo'p, endi eng kichik yoki eng katta qiymat esa o'sha a b c sonlar bir-biriga teng deb ketsak bo'laveradi yoki juda ham bir-biriga yaqin deb olib ketishimiz kerak. Endi natural sonlar degan uchun biz hech qachon manfiy son qo'ya olmaymiz va 0 qo'ya olmaymiz. Eng kichik degan uchun eng kichik natural son 1. Demak, hech qaysida b taqsim 3 a taqsim 2 2 ga 3 ga bo'lingan shartlari bor. Bitta c da shart yo'q. Demak, c teng 1 deb olib ketsak bo'ladi. C teng 1 dagina o'sha mana shu c ning eng kichik qiymati 1. Endi a taqsim 2 ni 1 ga tenglasak, bu yerdan kelib chiqadi a-yim 2 galigi. Hop, endi b taqsim 3 ni 1 ga tenglaydigan bo'lsak, bu yerdan b teng 3 galigi kelib chiqadi. A teng 2, b teng 3, c teng 1 degan qiymatga kelib chiqdi. Bizda so'raydigan narsa a plyusdan b plyusdan c ni so'ragan, ya'ni 2 plyusdan 3 plyusdan 1. Hop, bizda kelib chiqadi qo'shsak 6 degan javob. Bu javob bizda c javobda o'rinli turibdi. Demak, 6 va c javob bizda to'g'ri javoblar hisoblanadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring.